Yangiqo'rg'on bizni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Hozirda biz ko'rib turganingizdek 500 gektarlik katta bog'damiz. Bu yer Birlashgan Arab Amirliklari hamda O'zbekiston bilan hamkorlik asosida barpo etilgan. Siz bu yerda mingdan oshiq mevalarni ko'rishingiz mumkin. Eng hayratlanarlisi, bu bog'dan har yili 500 tonnadan ziyod mevalar eksport qilinadi. Bu yerda siz o'rik, gilos, anjir, shaftoli shunga o'xshash mevalarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu bog' faqatgina mevalarni yetishtira qolmay, balki turizm sohasida ham juda ham katta hissasini qo'shmoqda. Ya'ni bu bog'ni eshitgan barcha turistlar bu yerga tashrif buyurishmoqda.